Hürmetli Prezident, siz etraf muhitni asra, yeşil mekan kıl, daraxt ek, manzarali kıl deyapsiz, lekin Gurlan tumanida teskarisi bo'lyapti. Bu Rajabovlar bizlar oldin atalarimiz, akalarimiz ekib, qolaversa bizlar ekib parvar qilmagan daraxt, ko'karib turgan daraxtlarga o't berib, yoqib yubordi bular. 2025-yil ham ichki ishlarga murojaat qildik. Uchastka noziri Xondiq ismli shaxs keldi-da, suratga olib ketdi. O'tgan yil ham chora ko'rgani yo'q. Mana bu yil 2026-yil bahor oyi tozalaymiz, atroflarni o'tlaymiz deb ko'karib turgan daraxtlarga o't qo'yardi. Gurlan tumani hokimi bir daraxt ushlab rasmga tushishni biladi. İjtimoiy tarmoqqa qo'yib suratini. Lekin bu yerdagi bo'layotgan holatlarni kelib ko'rishga, tekshirishga uning vaqti yo'q o'xshaydi. Lekin oylik olyapti O'zbekiston Respublikasi g'aznasidan. Shu olayotgan oyligini kelib ko'rib, aniqlab bu tegishli chora ko'rsin bunga bir mas'ul xodimlar. Gurlan tumani ekologiya xodimiga aytsak, mashinam buzuq, bora olmayman, kelsam hech qanday chora ko'rmadi. Mana ko'karib yotgan daraxtga o't berib, yoqib yubordi bular. Bir ko'karib turgan daraxtga. Bor, nerga borsang shu yerga bor. Qo'lingdan kelganini qil deydi bular. Bularning puli ko'p. Lekin mehnat qilgan bizlar ko'kartirgan, ekkan bizlar, parvarish qilgan bizlar. Lekin bular mana o't qo'yib qo'yibdi. Hurmatli Prezident, siz siyosatingizga qarshi chiqib turganlarga chora ko'ring bir. Sizdan boshqa chora ko'rajak odam yo'q bularga. Qara o'zim o'tiraman. Men ham o'tiraman shu yerda. Ilmiydi. Qara. Sen ana yerdan chazuma qazdirganni bilasizmi? Bizlar ham pul chiqarib qo'yibmiz. Kelmir vaqtimda. Ha? Bu bevor söylem meni. Ya. Yo'q, yubormay qo'ysin, urursin. Adamlar bekle. Ha bildi mi? Beklesin, ko'ramiz. Beklesin. Olib turibman. Beklesin. Bu suv hammaga yetadi. Bu suv hammaga yetadi mana. Oz qanday haqqim var? O'taynaqa. Ne haqqi? Men Olaman, hammani olaman. Ana. O'rg'itda ishlab turib yetib o'tirgan ishi. Ana. Mana ko'ramiz. Yurmayman baba, o'lsin ko'ramiz, o'lsin. Bar bo'ldi. Yaxshi, yana boramiz. Xudo xolasa yana boramiz. Yaxshi. Sizlar hech kimni gapini tinglamaysizlar ekan, hokim, prokuror sizlarga pul qo'yayotgan. Iling. Yine 500 dollarga ne yaptık? Ep qilamiz, yana ep qilamiz. Iling. Iling g'ayratsan. Iling. Yurmayman, ko'rsataman buni tegishli joylarga. O'zlari sulton bularning o'zincha. Birovning eldan elib haqqi yo'q-ku. Yur, yo'q, güzel qo'ysan, yur. Yo'q, olaman baba, olaman. Yo'qa yur, güzel. Olaman. Sen ham tart qo'lingni, yur. Yo'qa yur, güzel. Ana. Yo'qa yur. O'rg'inda shu odamning ishindi bu. Ana. Nima ko'madirsan? Ya kim aytdi sana ko'm deb? Ya kim aytdi? Savolima javob ber. Kim aytdi? Film kim? At kim? At kim? Ko'mishga kim aytdi sana ko'm deb? Kim? Ya kim aytdi? Filmda atına kim aytdi? Tushunmadim. O'zim. Yerim var aka. Qani yering? Sening yeringmi? Qanday yer u? Shaqqa berilganmi? Necha gita berib qo'yibdi? Buruch. Ko'mib ochsin dedimi? Shuni ko'mishga ruxsatnomang bormi? Ruxsatnomam. Vazirlar mahkamasi qarori bormi? Yo'q, O'z boshimchaligimga ko'mishga ruxsat haqqing bormi? o'z boshimcha emas. Yo'q, o'z boshimchaligimga ko'mishga haqqing bormi, yo'qmi? Mana yerda. Mana yerda ko'mishga haqqing bormi? Haqqim yo'q chiqar. O'z ixtiyorimni ochasam, tegishli joylarga murojaat edimmi? Yo'q, Yo'q, o'z ixtiyorimni ochasam, tegishli joylarga murojaat edimmi? babaga suv chiqmaydi. Yo'q, o'z ixtiyorim bilan ochasam, tegishli joylarga murojaat edimmi? Bo'ldi. Ertaga kanalda javob berasan axir. Bo'ldi.